Tishlarim juda ham mo'rt, karieslar bor va milklarim doimiy qonaydi. Ularni hammasi vitamin D yetishmovchiligidanligini bilarmidinglar? Uni qabul qilmaysiz. Demak, tishlaringiz qimirlashiga tayyor turishingiz kerak. Men Mushtarik Samudinova 8 yillik tajribaga ega ortodont stomatologman va har kuni bemorlarim konsultatsiyaga kelishganda vitamin D yetishmasligini oqibatini ko'raman. Karies, milk qonashi, tishlar to'kilishi. D3 yetishmasa, kalsiy o'zlashtirilmaydi. Natijada esa suyaklaringiz mo'rtlashishi, milklaringiz zaiflashi va tishlar erta yo'qotilishi mumkin. Yechim esa juda ham oddiy. Yetishmovchilikni to'ldirish. Har bir inson o'zi va oilasi uchun vitaminlar darajasini analiz orqali tekshirib turish kerak. Chunki kasallikni davolagandan ko'ra uni oldini olgan muhim. Lig D3 sertifikatlangan mahsulot. Qulay dozalar bilan chiqariladi. 5000 yengil yetishmovchilikda profilaktika uchun qo'llaniladi. Ayniqsa kuz va qish mavsumida. 10.000 analiz natijalariga ko'ra aniq yetishmovchilikni to'g'rilash uchun qo'llaniladi. 50.000 D3 vitamini jiddiy tanqisligida shifokor tomonidan qisqa kurslar buyurilganda davolash dozasida qo'llaniladi. Suyaklaringiz va tishlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Unda bugundanoq D vitaminingizga g'amxo'rlik qiling. Keyin esa kech bo'lishi mumkin.